yana yuqoridagi biz aytib o'tgan zararli odatlar orqali kelib chiqadigan kasalliklardan biri eng ko'p uchraydigan hozirgi kunda yoki juda ham ko'p diagnoz qo'yiladigan erkaklarda, yoshlarda, yosh yigitlarda qo'yiladigan kasalliklardan biri bu varikotseli kasalligi yoki urug' tizimi venoz tomirlarini varikoz kengayishi kasalligi haqida qisqacha aytib o'tmoqchiman. Bu haqida juda ham ijtimoiy tarmoqlarda ham yoki ommaviy axborotlarda ham ko'p ma'lumotlar aytib o'tiladi va bu eng qiziqtiradigan mavzulardan biri yoshlarda, ayniqsa yosh yigitlarda. Varikotseli kasalligi ham bu o'zi kelib chiqish sabablari mavjud o'ziga yarasha. Bu sabablar ham asosan gipotezalar bilan bog'liq yoki aniq bir xulosa qilib aytilgan sabablardan ko'ra gipoteza sifatida aytilgan sabablar ko'proq uchraydi. Masalan, idiopatik deymiz, o'z-o'zidan masalan yuzaga kelishi mumkin bo'lgan holatlar. Bu o'sha balog'at yoshidan keyingi davrda bolani bo'yini o'sish davri bilan bog'liq, tez bo'y o'sishi oqibatida kelib chiqadigan tomirlarda o'sha ayniqsa urug' tizimi vena tomirlarida klapan yetishmovchiligi deymiz yoki vena tomirlari devorlarida mushak hujayralarini yetishmovchiligi bilan bog'liq gipotezalar bor. Yoki to'g'ridan to'g'ri me'yordan ortiq fizik zo'riqishlarni berilishi bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Endi eng asosiy gipoteza demaymiz, eng asosiy sabablardan biri o'zi uchrash chastotasiga ko'ra adabiyotlar shuni tasdiqlaydiki, 90-95% holatlarda varikotseli bu chap tomonlama uchraydi. O'ng tomonlama bu to'g'ridan to'g'ri aytib o'tganimizdek 5% va undan ko'p bo'lmagan miqdorda uchrashi mumkin. Chap tomonlama uchrashi ham bu anatomik xususiyat bilan bog'liq, ya'ni o'sha vena tomirlarini to'g'ridan to'g'ri borib yuqori qon tomirlarga quyilish burchaklari bilan bog'liq hisoblanadi. Bu fan jihatdan isbotlangan. Shuning uchun chap tomondagi vena tomirlarni anatomik xususiyatdan kelib chiqqan holatda chap tomonda ko'proq bu varikotseli kasalligi uchraydi. O'ng tomonda uchragan holatlarda biz ko'proq boshqa qorin bo'shlig'idagi kasalliklar haqida tekshiruv qilishimiz kerak bo'ladi. Tibbiy nuqtai nazardan bu o'zini tekshiruv standartlari mavjud. Endi varikotselining kelib chiqishida ham o'sha yuqorida biz aytib o'tganimiz kabi kam harakatlilik yoki o'sha pastki chanoq a'zolarida venoz dimlanishga olib keladigan faoliyat yoki kasalliklar, masalan mehnat faoliyatini doimiy harakatsiz ravishda olib boradigan insonlarda o'z-o'zidan o'sha venoz qon aylanishini susayishi va pastki qism tananing pastki qismida venoz dimlanishlar oqibatida kelib chiqadi. Buni endi o'g'il bolalarda masalan vena tomirlarini eng himoyasiz desak ham bo'ladi yoki mushak tolalaridan xoli holatda joylashgan venalardan eng asosiysi bu moyak urug' tizimi tomirlari hisoblanadi. O'z-o'zidan dimlanish birinchi o'rinda kelib chiqishi mumkin bo'lgan joy bu vena tomirlari, ikkilamchi yana qo'shimcha ichak tomirlarida masalan biz bavosil degan kasalligimiz yoki o'sha ichak to'g'ri ichak teri osti venalarini kengayishi deb hisoblanadi. Bu ham o'sha bizni ko'proq kam harakatlilik oqibatida kelib chiqadigan kasalliklarimizdan biri hisoblanadi. Buni davolash kerakmi, kerak emas degan mavzu bu yana bir katta mavzu hisoblanadi, lekin uni davolashda ham o'ziga yarasha ko'rsatma kategoriyalarga bo'lib olishimiz kerak. Kasallikni darajalari mavjud. O'sha darajalarni baholab olinadi va bu o'sha kasallikni darajasiga qarab bu ayni individual holatda yondashilgan holatda bu kasallik davolanish shartmi yoki shart emasmi yoki faqat tibbiy kuzatuvda o'zi yetarlimi yoki qanaqadir dori preparatlari kerakmi, uni individual tarzda shifokor baholaydi albatta va davolashda ham individual tarzda aytiladi. Davolash turlari ham turlicha, tibbiy kuzatuvdan tortib operativ davolashgacha bo'lgan davo turlari mavjud. Bu kasallikni to'g'ridan to'g'ri aniqlangan holatdagi darajasi bilan aytiladi davolash turi. Endi yana aytib o'tay. Keyin varikotseli qanchalik xavfli, masalan, varikotseli aniqlandi, bepushtlikka olib kelar ekan, varikotseli aniqlandi, jinsiy ojizlikka olib kelar ekan yoki doktorga boruvdim, mana shunaqa menda xavfli varikotseli bor ekan va xavfli oqibatga olib kelar ekan degan tushunchalar ko'payib ketgan yoshlar orasida. Bu endi albatta o'sha kasallik to'g'risidagi ochiq informatsiyalarni ko'pligi va muammosiz bu kasallik va oqibatlari haqida bu ham bir tibbiy madaniyatni oshishi bilan bog'liq deb o'ylaymiz. Bemorlar o'sha o'z kasalligi haqida bilishi va uni oqibatlari haqida bilishi
yaxshi albatta, lekin uni mubolag'a holatga olib kelish yoki giperdiagnostika deymiz biz. Tibbiyotda giperdiagnostika shaklida baholash noto'g'ri hisoblanadi. Varikoselli bu kasallik funksional va organik muammolarni kelib chiqishiga qarab baholanadigan kasallik. Agar bemorda organik muammolar kelib chiqish xavfi bo'lmasa, bu kasallikni tibbiy kuzatuv, ya'ni doimiy kuzatuvda bo'lib, hech qanday qo'shimcha davolarsiz o'sha sabablarini kamaytirgan holatda kuzatib yurish ham mumkin kasallikni. Davolash shart bo'lgan holatlardan biri bu asosan kasallikni darajalarining yuqoriligi va hali fertil yoshdagi yoki fertil yoshidan oldingi balog'at yoshidagi bolalarda yoki boringki bepushtlik aniqlangan, diagnoz qo'yilgan, bepushtlik deb qo'yilgan bemorlarda aniqlanadigan bo'lsa, albatta buni qat'iy tibbiy nuqtai nazardan davolash shart bo'ladi. Davolash o'z-o'zidan asosan operativ davolash orqali amalga oshiriladi. Operativ davolashni ham zamonaviy usullari hozir birmuncha yuqori texnologik yoki mikroskopik, mikroxirurgik usullarda davolash mavjud. Bu holatlar bo'yicha o'sha kasal bemorni o'ziga tushuntirgan holatda qilinadi. Katta xarajatlarsiz yoki yuqori texnologik tekshiruvlarni uzoq talab qilmaydigan kasallik va operativ davolash orqali amalga oshiriladigan kasallik hisoblanadi. Va bunday kasallikni davolashdan keyin ham o'rtacha bemor bir kunning o'zida ambulator ravishda uyiga javob berilishi mumkin va tuzalish davri ham shunga mos ravishda o'rtacha bir hafta, 2 haftani o'zida ish faoliyatiga bog'liq ravishda ish faoliyatiga qaytishi mumkin. Albatta, cheklanish kerak bo'lgan holatlar yuzasidan yana tushuntirishlar olib boriladi. Kasallikda biz yuqorida aytib o'tganimizdek, kasallik aniqlandi degani bu hech qanaqa xavf, o'sha jinsiy ojizlikdan tortib bepushtlikka olib boradi degan qo'rquvlarni bo'lmasligini aytib o'tmoqchiman, bo'lmasligi kerakligini. Sababi bu kasallik oqibatida to'g'ridan to'g'ri bepushtlik yoki to'g'ridan to'g'ri 100%lik natija bilan jinsiy ojizlik kelib chiqadi degan ko'rsatma yo'q. Chunki bu kasallik nisbiy tomondan masalan bepushtlikka sabab bo'lishi mumkin. Albatta bu o'shani og'ir darajalarida va ikki tomonlama uchragan holatlarda bo'lishi mumkin albatta. Yoki jinsiy ojizlikka ham olib kelishi ham xuddi shunday yuqori darajadagi rivojlanib ketgan holatlarda varikoselli yoki ikki tomonlama ham bir xil darajada rivojlanganligi va o'sha varikoselli oqibatida kelib chiqqan moyaklardagi organik o'zgarishlar, ya'ni gipotrofik holatlar, rivojlanishdan orqada qolish holatlarigacha olib kelgan holatlardagina biz qat'iy ravishda jinsiy ojizlikni sababi sifatida varikosellni qarashimiz mumkin. Unday darajalargacha hozirgi kunda olib boriladi, yetadigan kasallik formalari kam uchraydi albatta, chunki tibbiy skrining tekshiruvlar bu kasallikni darajalarini yuqorilab ketishiga yo'l qo'ymaydi. Tekshiruvlar bosqichda o'tkazilmoqda.